Ona, Ke bolam? yana ish qilib yursizmi? Ha bolam, yaxshi keldingmi? Kelinim yaxshimi? Mana qarang ona. Namuncha ish qilib yurasiz? Bu keliningiz qachon ish qiladi? Nodira, kelin bu yoqqa qarab oling. Labi akajon, yaxshi keldinglarmi? Qarang, men ustalik ketgandan keyin musullarni tozalab sipirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Onam qarigan holatida sipirib yuribdi qo'llarni. Xo'p akajon, hammamiz ro'za tutgan edik, iftorlikka narsa tayyorlayotgandim-da. Ro'zani hamma o'zi uchun tutadi. Mani onamga bunaqa ish qildirib qo'ymang, tozalab qo'ying joyida. Ha, bilaman. Sen kelib olib, namcha kelinga xo'jayinchilik qilsan? Ish berayotgan bo'lsam, kam xotinlik ish berolmayman. U seni xotining emas, kelini xotini. Sen o'zi meni ko'rgani keldingmi? Yo ish bergani keldingmi? Agar rahming kelayotgan bo'lsa, oddiy xotiningni xizmatimi qilsin. Ko'ryapman, 3 oydan beri xotining bitta ham xabar olgani yo'q. Ona, biz ham o'zimizdan ortmayapmiz. Siz o'ylab gapiryapman. Kasal bo'lganimda sen uzoqdan yetib kelguningcha-chi, shu kelinim yugurib chiqib holimdan xabar oladi. Ne uyimni tinchini buzib ketasan? Meni ko'rgan keldingmi? Tur endi o'rningdan. Nodira qizim, Labi akajon. o'g'limning gapidan xafa bo'lmang. Men tirik ekanman, sizni hech kim xafa qila olmaydi.